Kaptar tuxumining shifoliq rolini bilamsiz? Kaptar tuxumi tarkibida nihoyatda mo'l ham sifatli oqsil bor bo'lib, odam badanidagi oqsil to'liqlashda intayin yaxshi ozuqliq. Kaptar tuxumini ko'p yeb berganda oqsil to'liqlaydi. Oqsilning to'liqlanishi odam badanining immunitet kuchini oshirib, badan sutini oshirib, kasalliklarga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'taradi. Kaptar tuxumi qon ozlik kasaliga davo bo'ladi. Kaptar tuxumida temir moddasi mo'l bo'lib, kaptar tuxumini ko'p yeb bersa, temir kamlikdan bo'lgan qon ozliqqa shifo bo'ladi. Terini parqaroq qiladi, buzilgan terilarni asli keltiradi. Kaptar tuxumi suyak shalanishining oldini olishga foydali. Kaptar tuxumining tarkibida kalsiy, fosfor, magniy qatorliq mineral moddalar nihoyatda mo'l bo'lib, kaptar tuxumini ko'p yeb berganda suyak shalanish kasalining oldini olg'ili hamda davolig'ili bo'ladi. Kaptar tuxumi ahli emgak qiluvchilarning go'har yemakligi. Kaptar tuxumining tarkibidagi letsin va folin odatdagi tuxumdan to'g'ri 3-4 darajasi yuqori bo'lib, bu ikki xil modda yuqori darajadagi ahli faoliyat o'tashi bo'lib, ahli emgakchilar uchun eng yaxshi quvvat to'liqlash bo'ladi. Kaptar tuxumining ko'rish quvvatini oshirish roli intayin yaxshi. Kaptar tuxumini ko'p yeb berganda ko'rish quvvatini yaxshilig'i, shundaqla turli ko'z kasalliklarining oldini olg'ili bo'ladi.